14-oktyabr kuni Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanida Cobalt avtomashinasi katta tezlikda o'zidan oldindagi mashinani quvib o'tishga urinib, yo'l chetida maktabdan qaytayotgan 9-sinf o'quvchisini urib yubordi. Hodisa oqibatida o'quvchi vafot etdi. Bu haqida qalampir.uz manbasi xabar bermoqda. Manbaning bildirishicha, ushbu hodisa ortidan bola og'ir ahvolda shifoxonaga olib borilgan. Biroq 15-oktyabr kuni soat 10:00 atrofida uning vafot etgani haqida xabar berilgan. Mazkur holat yuzasidan Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ham munosabat bildirdi, lekin unda bolaning vafoti haqida ma'lumot berilmagan. Xususan, Qashqadaryo Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga ko'ra, 14-oktyabr kuni soat 12:00 da Kitob tumani Narimon mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tuvchi mahalliy ahamiyatga ega Balandaraq Narimon avtomobil yo'lining 21-kilometrida Cobalt rusumli avtomobil haydovchisi Narimon Kitob yo'nalishida ketayotib, o'zi bilan bir yo'nalishda harakatlanayotgan avtomobilni quvib o'tish maqsadida oqibatda rul boshqaruvini yo'qotib, piyodani urib yuborgan va yo'l transport hodisasi sodir etgan. Piyoda tan jarohati olib, tuman shifoxonasiga yotqizilgan. Hozirgi kunda mazkur holat yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi munosabatda. O'sha yerdan kirib ketdi. Bog'ni yarmidan kirib ketdi.